Krishtianu Al Nassr transfer siyosatidan norozi va bunga sabab Karim Benzemaning Al Ittihoddan Al Hilol klubiga ko'chib o'tgani bo'ldi. Ronaldo Saudiya chempionatiga urush e'lon qildi va Al Nassrga shart qo'ydi va kerakli o'yinchilarni Al Nassrga olib kelinmasa, klubdan ketishini ma'lum qildi va Al Nassrning bunga javobi Ronaldoni transferga qo'ydi va Ronaldoning transfer summasini 50 million yevro qilib qo'ydi tovon pulini. Bu vaziyatdan Benfica unumli foydalanib ketishi mumkin. Sobiq ustozi Jose Mourinho Benfica'ning bosh murabbiyi hozir va Mourinho hozir taklif bilan chiqishi mumkin Krishtianuga va o'z klubiga taklif qilishi mumkin. Al Nassr Ronaldoni sotadigan bo'lsa, Saudiyaning obro'siga putur yetadi do'stlar. Yoshligimizda bir ajoyib kino bo'lar edi. Biz yolg'iz emasmiz degan hind kinosi. Jodu ketsa, mo'jizalar ham unga qo'shilib ketadi. Bu gap Ronaldoning hozirgi holatiga to'g'ri keladi. Ronaldo Saudiya chempionatidan ketsa, futbolchilarning Saudiya ligasiga kelish oqimi to'xtab qoladi. O'zi boshlab bergan bu yo'lni o'zi yakunlab qo'yishi mumkin Krishtianu. Avvallari Yevropa klublari Saudiya chempionati borligini bilishmas edi, to Ronaldo Saudiya ligasiga o'tmagungacha va Ronaldo o'zi bilan futbolchilar oqimini olib keldi va hozir bu o'z nihoyasiga yetishi mumkin agar Al Nassr shartnomani uzaytirmasa va bu holatga to'g'ri yondoshib transferlar qilmasa, Ronaldo klubni tark etishi mumkin. Hozirchalik sizlarga beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Voqealar rivojini biz bilan birgalikda kuzating.